بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugun hijriy 1435-yilning 21-Rabiul-Thani kunidagi Juma mav'izamizning mavzusi vaqtni qadrlaylik borasida bo'ladi. Chunki vaqt tez o'tuvchi. Mashoyixlarimiz uni keskir qilichga o'xshatganlar. U kesadi, o'tadi, ketadi, inson voy-voylagancha qoladi. Ayniqsa vaqt insonning umri yarmidan uyog'iga o'tgandan keyin tez o'tayotganligi bilinib qolinadi. Aslida vaqt har doim bir xil o'tadi. Yoshlikda ham bir xil o'tadi. Lekin yoshlikda insonning aqli ham yosh bo'ladi. Insonning farosati ham yosh bo'ladi. Uning muammolari ham hali yosh bo'ladi. O'ylovi ham yosh bo'ladi. Shuning uchun vaqtni tez o'tayotganligini u yosh anglamaydi. Balki uning uchun sekin o'tayotganday tuyuladi. U komillikka intilayotgan, shoshilayotgan bo'ladi. Komillikdan o'tgandan keyin esa 40 yoshda o'tgandan u yog'iga uni aqli ham endi mukammal, to'lgan, komillikka yetgan, uni o'ylovi ham 40 yoshdan keyin odamning muammolari ham shunday katta bo'ladi. Farzandlari katta bo'lib qolgan. Ularni o'qitish kerak, uylash kerak, tashvishlar ko'p. O'z-o'zidan u vaqtini ham tez o'tib ketayotganligini anglab qoladi. Shunaqa tez o'tadiki, oxirida elchi janobi Azroil alayhissalom kelganda ba'zilar anglab qolganligi afsuslanarli hol bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam vaqtni, ya'ni umrni g'animat bilishlikka ko'p bora hadislarda chaqirganlar, yoshlikni g'animat bilishlikka chaqirganlar, sog'lik salomatlik vaqtini bemorlik, dard kelishdan oldin g'animat bilishga chaqirganlar. Bu chaqiriqlar Qur'oni Karim oyatlariga asoslangan tabarruk chaqiriqlar edi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'plab joylarda insonning e'tiborini va diqqatini vaqtga, uni o'lchamiga, uni qiymatiga, uning muhofazasiga nisbatan qaratadi. Masalan, Qur'oni Karimda val-layl, val-asr, vaz-zuha, val-fajr kabi suralar bor. Mana shu vaqt belgilariga Alloh subhanahu va taolo asrga qasam, kecha tunga qasam deb qasam bilan boshlagan. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqlarning nomiga qasam ichishligi uning muhimligini anglatadi. Odamlarning diqqatini unga tortmoqchi bo'ladi.